Olsoti, 5-6 xona joylari bor, 35 ming dollarga olgan bo'larmi deylar. Behijolat kelib, maza qilib, 35 ming dollar kami ham bor. Olsoti 5-6 xonasi bor. Qayerdan topasizlar? Faqatgina operator Bekaning kanalidan topasizlar. Aka, tura olmang, yuring men bilan. Keling akajon. Kelinglar do'stlarim. Bismillah. Do'stlar, sizlar hali kelib yashasin, qiylanmasin deb turib, ikkita xonamizni, 3ta xonamiz ekan. Tangida remontdan qilib qo'yganmiz, yashaverasizlar. Men bu yerimiz chiroylikgina ayvonchamiz bo'ladi. Mana bu birinchi xonamiz. Buni ozgina podvali ham bor ekan mana. Yangi, nima deb qo'yadi, qurilgan uylar. Mana bu ikkinchi xonamiz. Aka keling. Mana shu yerdan bitta berib qo'ying manzarani. Mana bu mahallamiz. Bu yog'imiz ham qo'ni-qo'shni, suv, svetlarimiz bor. Do'stlarim, xavotir olmanglar. Mana. Va mana bu yana bitta xonamiz. Ya'ni suvoqlari bo'lgan ekan, juda ham chiroyli bo'lib, mana romlar tushgan ekan. Do'stlarim, shunday olasizlar. Do'stlar, zato arzon qaranglar. Ha, shunday aboy-paboy qilib, masa qilib o'zingizni boshpaning. Bir xona bo'lsa ham uyim bo'lsin deysizlar-ku. Do'stlarim, quruq yerda, do'stlarim, quruq yerda ham pul emas-da bu. 35 ming dollar, o kami ham bor deyapti. Bilmayman men. Yuring aka. Keling. Mana. Hozircha mohonada bir narsalar bor ekan. Bekitib qo'yishdi. Bu yerda ham bitta chiroylikgina xonamiz bor va mana bu ham bekik ekan. Bu yer ham uzungina zalchamiz ekan. Bu ham suvoqlari putgan, tayyor yashasanglar bo'ladigan joy va mana ikkita rom tushgan. Do'stlarim, bu yerdan qaraydigan bo'lsangiz, sani kesinglar egalari sizlarga qoziqlarini ko'rsatib qo'yadi. Chiroyli qilib sanilarini chiqarib, agrajinani o'rab turib, ana do'stlarim, maza qilib yashaverasizlar qadrdonlar. Mana bu yerimizda mahallamiz, uje qo'ni-qo'shnilari xudo xohlasa ko'chib kelishyapti, stroylarni boshlashgan. Mana bu mahallamiz ekan mana. Mana shu mahalladan to'g'ri chiqasizlar. Mana qadrdonlarim, shu o'rtada sizlarga men adresni aytib qo'yay. Maza qilinglar, bir maza qilinglar. Qirg'iziston O'sh shahri, bunaqa arzon yerlar Unadirda bo'ladi. Bunaqa arzon yerlar faqatgina Unadirda bo'ladi. Nimaga? Sizlarni o'ylagan holatda. Ha? Sizlar uchun uylar ololmayotgan do'stlarim uchun do'stlar, mana shu joyimiz Olsoti. Pochtaga chiqasizlar. Pochtaga do'stlarim. Faysal masjid keladi. O'ng qo'limiz. Shu Faysal masjiddan o'tib turib kirsanglar ham bo'laveradi. Kirishdan oldidan. Mana shu mahallaga chiqasizlar. Yoki pochtaga Dakarga borib turib, Achchi degan joy bor. Shu Achchi tomonga burilib turib kelsanglar ham bo'laveradi. Qabristonga yetmaysizlar do'stlarim. Agar Achchi tomondan keladigan bo'lsanglar, qabristonga yetmasdan. Shuni keldinglar, o'sha oldinglarda qabriston ko'rinadi-da, sizlar ash qabristonga yetmasdan chap qo'lga kirganlarda ushbu mahallamiz bo'lyapti. Bunaqasi kirib pishning tomonidan, Faysal masjid tomonidan tushinglar ham bo'laveradigan bu yerlarga do'stlar. Puli 35 ming dollar kami bor. Endi telefon raqamlarimizni yozinglar do'stlarim. 0550 bilan 86 89 10. Qaytaraman, 0550 bilan 86 89